Axborot hajmi 0,5 gigabaytga teng. Uning 25% 160 sekundda yuklandi. Qolgan qismi esa 32 megabit sekund tezlikda yuklandi. O'rtacha tezlikni megabayt sekundda aniqlang. Ya'ni bizda bu yerda o'rtacha tezlik so'ralyapti. Ya'ni V o'rtachani topishimiz kerak. Demak, V bizda o'rtacha bu teng bo'ladi. Umumiy hajmni I deb oladigan bo'lsak, umumiy hajmni umumiy vaqtga nisbati o'rtacha tezlikni beradi bizga. Agar bular bir nechta masalan qismlardan iborat bo'lsa, I1, I2, I3larning yig'indisi T1, T2, T3ning yig'indisiga bo'ladi. Lekin umumiy holatda umumiy hajmni umumiy vaqtga nisbatan o'rtacha tezlikni beradi. Endi bizda megabayt sekundda topishimiz kerak. Shuning uchun umumiy hajmni megabaytga o'tib olamiz. Ya'ni bizda bo'ladi 0,5 gigabayt. Endi bu bizda 1 gigabaytimiz 124 megabayt bo'lsa, shuni yarmisi, 0,1 yarmi, ya'ni bu bo'ladi 512 megabaytga teng. Umumiy hajm mana shu. Ya'ni bu bo'ladi bizda katta i 512 megabaytga teng. Mana. Endi shuni deyapti 25%, ya'ni 4dan 1 deb olsak bo'ladi buni. 160 sekundda yuklandi. Ya'ni qolgan qismini topish uchun bundan 25%ni topib olishimiz kerak. Biz xohlasak buni proporsiya qilib topish mumkin 25%ni yoki 512ni keling proporsiya qilib topamiz. Mana 100% deb olamiz. Qancha megabayti bizga 25%ni tashkil etadi. Mana shunday demak, xni qarama-qarshisidagi son mahrajda bo'ladi. Ya'ni 512 ko'paytirilgan 25 taqsim 100 mana. Demak, bularni qisqartirib 4 ga yana bo'ladigan bo'lsak, 128 megabaytga teng. Yoki 512 ni 0,25 ga ko'paytirsak ham to'g'ridan to'g'ri mana shu 25%ni topgan bo'lamiz. Demak, mana shu 128 megabayt bizga 160 sekundda uzatilgan ekan. Ya'ni mana qavsga yozib qo'yamiz, 160 sekundda uzatilgan. Mana shuncha qism. Endi qolgan qismi esa deyapti. Endi qancha qismi qoldi? O'zi jami bizga 512 edi. Ayiramiz 128 ni. Demak, qolgan qismi 384 megabayt qoldi. Bu qolgan qismi bizda mana. Endi 384 megabayt qolgan bo'lsa bizda bu yerda 32 megabit sekund tezlikda yuklandi deyapti. Buning uchun biz ya'ni formuladan t'ni topib olishimiz kerak. Hajm bor, tezlik bor, vaqtni topishimiz kerak. Chunki bizga o'rtacha tezlikda vaqt muhim. Shuning uchun bu ushbu formuladan t'ni topib oladigan bo'lsak, t teng katta I taqsim v. Keltirib qo'yadigan bo'lsak, hajm 384 megabayt taqsim tezligimiz 32 megabit taqsim sekund. Endi mana shu yerda qisqartira olmaymiz. O'lchov birliklari har xil, bittasi hajm, bittasi tezlik. Shuning uchun 384 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu megabit deb ifodalash mumkin. Taqsim 32 megabit taqsim sekund. Endi bular o'lchov bir xil bo'ldi. Endi bemalol qisqartirsak sekund suratga chiqadi. Bularni mana qisqartirsak 4 qoladi. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, demak 96 sekund bo'lar ekan. Ya'ni qolgan qismi 96 sekundda ketgan. O'rtacha tezlikni topishimiz kerak. Endi o'rtacha tezlik topish uchun V o'rtacha umumiy bizda hajm bor. 512 megabayt umumiy hajm bor. Biz bo'lamiz ikki xil vaqt bo'ldi bizda. Demak, T1, T2 bo'ldi. 160 plus 96 mana bu. Va 160. Demak, 512 megabayt taqsim bu demak bizga sekund birligi 256 sekund. Bularni bo'ladigan bo'lsak 2 megabayt taqsim sekund. Ana shu javobimiz bo'ladi bizda. Ya'ni 2 megabayt taqsim sekund. Oxirgi javob mana shu bo'ladi. Endi mana bu yerda mana shu 8 ga ko'paytirdik. Aslida 384 megabaytni ham bitga o'tishimiz kerak. Bu yerda demak, mana bu yerdan yozadigan bo'lsak, 384 megabaytni bitga o'tganda 2 ni 10-chisi kilobaytga o'tadi.
Keyin yana 2 ni 13 ga ko'paytirsak baytga o'tadi va 2 ni kubi 8 ga ko'paytirsak bitga o'tadi. Va keyin megabitni ham agar bit orqali ifodalaydigan bo'lsak, bu demak bizga 30 ko'paytirilgan 2 ning 10-chisi ko'paytirilgan 2 ning 10-chisi bo'ladi. Bit taqsim sekund. Ya'ni kilobitdan yuqorida megabitdan yuqorida kilobit turibdi, keyin bit turibdi. Shuning uchun bu yerda 8 yo'q. Va natijada mana bu qisqarib ketadi-yu va 8 ni o'zi qoladi shu yerda. Shuning uchun biz mana ortiqcha yozmasdan to'g'ridan to'g'ri 8 ga ko'paytirib oldik. Mana shu javob 2 megabayt taqsim sekund.